insonni qalbi tok bo'lsin, ko'zi tok bo'lsin, ongi ilmga to'la bo'lsin. O'shanda u asl baxtni topadi va asl baxtni topgan inson bu dunyoda har qanday moddiy boylikka ega bo'lgan insondan-da boy bo'ladi. Bolalarni biz xohlaymiz bizdan ko'ra yaxshi yashashini, bizdan ko'ra ilmi ko'proq bo'lishini, bizdan ko'ra baxtli bo'lishini, har qanday cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lishini. Lekin ular o'zini yo'lida bu narsaga erishishi kerak. Siz unga taxil berayotgan yo'l orqali emas. Biz ota-onalar farzandlarimizga tirgak bo'lishimiz kerak. Xudoning bu yangi daraxtlarni ekkan paytlar kichkinagina niholchalar bo'lsa agar unga ushlash uchun qo'yishadi. Shamolda qanaqadir holatda yiqilib ketmasdan to o'zini kuchga olgunigacha unga вот как защита himoyachida tirgak bo'lib qo'yishadi. Kichkina daraxtchalarga bizning bolalarimizga biz ham xuddi shunday tirgak bo'lishimiz kerak. Lekin o'saydigan ular, ildiz otaydigan ular va ularni shunchaki borligi uchun o'qish o'ziga rohat ekanligini bildirish kerak. Ya'ni ilm olish faqatgina moddiylik bilan bog'lanmasligi kerak. Boshida to o'rgangungacha, lekin o'rganib qolib accustomed bo'lib qolsa, ya'ni faqat o'shanga привыкание bo'lib qolsa agar, uni oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Eng asosiysi mana shu narsani inobatga olishimiz kerak. Va men yana bitta bugungi suhbatda hayron qoldiradigan bir narsani aytmoqchi edim. Bizlar o'quvchilar bilan suhbatlashgan paytimiz kim bo'lasiz deb so'rasa agar, men tadbirkor bo'laman, biznesmen bo'laman. Bitta o'quvchi, men o'qituvchi bo'laman dedim. Xursand bo'ldim, o'qitdi dedim. Xudoga shukr, o'qituvchi bo'lishga havas qiladiganlar bor ekan desam, men o'qituvchi bo'laman. O'quv markazi ochaman sizga o'xshagan. Shaxsiy maktabim bo'ladi, keyinchalik va ko'p o'quvchim bo'ladi, ko'p pala pulim bo'ladi. Bilasizmi, o'sha payt qanaqa holatda ekanligimni men so'z yetkazib bera olmayman. Ya'ni biz kasb tanlayapmiz, bolalarimiz hali kichkina bo'la turib, kasb tanlayapti puliga qarab. Shifokor bo'laman, davolash uchun emas, shifokorlarning yaxshigina puli, daromadi bor. O'qituvchi bo'laman, shaxsiy maktab ochaman yoki nimadir qilaman, juda ko'p pulim bo'ladi. Men biznes bo'laman, pulim bo'ladi. Men nimadir bilan pulim bo'ladi. Hamma narsa, motivatsiya, rag'bat faqat moddiylikka bog'lanib qolyapti. Hayotimiz faqatgina pul topishdan iborat, hayotimiz tanlaydigan kasbimiz faqatgina bizga daromad olib kelishi uchun deyildimi? Men buni bolalarga emas, aynan yosh katta insonga aytaman. Pul uchun nimadir qilishiga qo'l urdikmi, bilingki, u ishda biz yutqazdik. Pul uchun qilingan har qanday ishda boshida niyat, maqsad pul uchun bo'ladimi, har qanday ish yutqaziladi. Eng zo'r katta proyektlar, katta loyihalarning ildiziga qarang. Birontasi men pul tikaman, men katta boy bo'laman, nimadir qilaman dedan boshlanmagan. Qanaqadir tubsizlikda, qiyin nochorlikda, qanaqadir konkretna zo'r motiv bilan zo'r ketgan. Puldan ustun narsa turadi. Har doim o'zingizning ishingizni professional bo'lishingiz uchun sizning maqsadingiz puldan ustun bo'lishi kerak. Xuddi shu narsani biz bolalarimizga berishimiz kerak. Sen o'zingni yaxshi ko'rgan kasbing bilan shug'ullansang, sen o'zingni qo'lingdan keladigan narsani zo'r qilib bajarib, jamiyatga uni foydasi tegadigan bo'lsa agar, pulni o'zi olib kelasan, pulni o'ylama. Chunki pulni o'yladikmi, biz уже tamom yutqazdik. Faqat pul uchun xizmat qilamiz. Biz qiladigan ishimizdan lazzat olmaymiz. Tasavvur qiling, hayotdan lazzat olmaydigan, o'zini qiladigan ishdan qoniqmaydigan farzandlarni tarbiyalayapmiz. Sen katta bo'lsang, mashinang bo'ladi, puling bo'ladi. Men masalan faqatgina shu bilan bog'liq qilishni oqlamayman. Ya'ni kimdir aytishi mumkin-da, to'g'ri, hayotda yashash kerak. Avval iqtisod, keyin siyosat. Birinchi o'rinda qorin to'q bo'lish kerak. Lekin hozir shunday zamonki, qorningiz to'q bo'lishi uchun mana beringiz to'q bo'lishi kerak. Ko'zingiz to'q bo'lishi kerak. Qorningiz och bo'lsin, ko'zingiz to'q bo'lsin. Ma'rifatingiz kuchli bo'lsin, ilmingiz zo'r bo'lsin. Hech qachon och qolmaysiz. O'shanda asl baxtni topadi va asl baxtni topgan inson bu dunyoda har qanday moddiy boylikka ega bo'lgan insondan da boy bo'ladi.
Men hali sog'liq haqida biz bilamiz insonlar o'sha yosh o'tgani sayin tushunib boradiki, uni vaqti eng oliy. Pulni topadi, lekin vaqtni topolmaydi. Yetib boradi. Yetib keladi shu narsaga. Ulg'aygani sari. Shunaqa vaziyat bo'ladiki, haqiqatdan biz pulni topar ekanmiz, uyni toparmiz, mashinani topamiz, lekin o'zimiz yaqinlarimizni topmaymiz. Afsuski bu narsani doim yo'qotganimizdan keyin tushunamiz. Xuddi shu keyin tushunib kelgan narsamizni biz xato qilib o'tgan narsamizni nima uchun qaytib o'rganamiz? Shu narsani yashab o'tish kerak. O'sha uchun bolalarimizga, farzandlarimizga bizdan keyin ular bizni xatolarimiz biz tuzatib o'zimiz to'g'ri yo'lga o'tgandan keyin farzandimiz o'sha to'g'ri yo'ldan ketadi. O'sha uchun ham o'zgarishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Biz ota-ona sifatida xohlaymizmi bizni farzandlarimiz yuksak ma'naviyatli, hayotda o'z o'rnini topgan, halovatda yashaydigan, qalbi ham, ko'zi ham, ongi ham to'q bo'ladigan inson bo'lishni xohlaymizmi? O'zgarish o'zimizdan boshlanadi. Biz o'zimiz shunaqa insonga aylanishimiz kerak. Afsuski, bu anchagina qiyin. Ya'ni o'zimizni o'zgartirish har doim qiyin. Bizga oson maktabi bo'lmaydi, maktab yaxshi dars bermaydi, direktor bo'lmaydi, o'qituvchi bo'lmaydi, jamiyat bo'lmaydi, odamlar bo'lmaydi, ana bu sistema bo'lmaydi, ana bu hamma aybni birovga to'nkash bizga qulay, bizga oson, chim o'zimizni o'zgartirgandan ko'ra. Hamma narsa bizga taalluqli ekanligini bilsak, biz bo'ynimizga mas'uliyatni olishimiz kerak-da. Bu og'ir prosesni o'tishimiz kerak. Undan ko'ra birovni aybdor qilgan yaxshi-ku. Lekin biz birovni aybdor qilamizmi? Butun bir mamlakat aybdor bo'ladi. Biz bechora jabrdiyda dunyodagi eng qiynalgan, eng oxirgi odam bo'lamizmi? Hayotda hech narsa o'zgarmaydi. Toki mas'uliyat o'z bo'ynimizga olmasak. Biz xohlaymizmi o'zimizni hayotimizni yaxshilashni va bizni hayotimiz yaxshilansa ichkaridan, ana u boya aytganimdek, shaxsiy brendni orqasidan qo'yib faqatgina korobkani ustida ishlash haqida gapirmay va faqatgina chiroyli qilib, chiroyli qutiga bering. U quti zo'r bo'lsin-da, lekin ichidagi narsa dabdala bo'lsa bo'lmaydi. Qutini ustida ishlash haqida aytmayman, ichkaridan, haqiqatda ichkaridan kuchli, irodali, o'zini anglagan, shaxs sifatida rivojlangan, hayotda nima xohlayotganini biladigan, unga qanday erishadigan va har qanday qiyinchilik o'zi aslida bizni o'stirishi aniq ekanligini tushunib yetgan insonga aylansak, biz farzandimizni ham kuchli qilamiz. Hech qachon qiyinchilikdan qo'rqmaymiz. Har qanaqa qiyin vaziyatda ishimiz bizani qiynaganda ham biz bilamiz, o'sha ish meni o'stiradi. Chunki noluvchidan biz o'z muammosini o'zi hal qiluvchi insonga o'tyapmizmi? Biz farzandimizni ana shu programmaga moslashtiramiz. Ya'ni hayotida har qanday ishni eplasa bo'ladi. Sen qila olasan. Seni men yaxshi ko'raman. Butun koinot seni yaxshi ko'radi. Chunki sen yaxshi ishlarni qilasan. Qo'lingdan keladi. Hozircha eplay olmagan bo'lsa hech qisi yo'q. Bolachani misol keltirsak bo'ladi. Bolacha ham tug'ilgandan yurib ketmagan-ku, yugurib ketmagan-ku. Yiqilib birinchi emaklaydi, guppa yiqiladi, yurishni boshlagan payti qo'ldan ushlaymiz, qo'ldan qo'ygan payti necha marta yiqiladi, qaytib turadi, yiqiladi, qaytib to'ymaydi, yiqiladi, qaytib turadi, qaytib turadi, harakat qiladi. Unga hech kim senga ana pul beraman, o'sha uchun yur demaydi-ku. Demak, insonda faqatgina motivatsiyasi, faqatgina uni olg'a intiradigan narsasi moddiylik emas. Biz moddiylikka bog'landik, biz zalolatga yuzlandik degani. O'sha uchun ham aytilingan, zalolatdan ketmoq uchun o'qi, hidoyatga yetmoq uchun o'qi. Biz o'qishimiz kerak va o'qigan narsamizni o'qishimiz kerak. Chunki hozir shunaqa tendensiyaga o'qish kerak emas. Nima qilasan, shuncha kitobni o'qib, undan ko'ra ish bilish kerak. Har qaysi sohada farqi yo'q. Qurilish sohasida zo'r o'qing. O'z sohasida ustasi bo'ling, lekin ilmni har qanaqa doirada olish kerak. Ilmsiz odam hech qayerga bora olmaydi. Va har qanday sohani ilmini olish kerak, bu bir, va butun bir tabiatni qonunlarini ilmi bor. Biz bilsak ham bilmasak ham ishlaydi. Biz bilsak agar o'shanga qarab ishlatamiz va o'shanga qarab natijalarga ega bo'lamiz. Shu paytgacha ilm olib odam xor bo'lmagan, zoram bo'lmaydi. Faqatgina biz manfaatli ilm olishimiz kerak. Bu dunyomiz uchun ham, u dunyomiz uchun ham, farzandlarimiz uchun ham manfaatli bo'ladigan ilmlarni olishni boshlashimiz kerak. Olgandan keyin o'shani qanday olishni farzandimizga o'zimizdan meros qoldirishimiz kerak. Chunki
aynan meros bizdan keyin qoladigan farzandimizga biz berayotgan chiroyli tarbiya. Ota-onangga rahmat deyishlari uchun ertaga bizga borganimiz savob amalimiz yopilgan payti farzandimizdan keladigan har bitta yaxshi amali uchun bizga boradigan savoblar uchun yaxshi tarbiya kerak. Biz bolalarimizga meros qoldiradiganimiz ilmimiz, ularga muhabbatimiz. Har qanaqa holatda, har qanaqa vaziyatda, qanchalik uzoq bo'lmay, yaqin bo'lmay, farzandi sizni mehringizni, ishonchingizni, sevgingizni hissi bilan yashash kerak. Siz bergan ilmlarni sug'orib, o'sha ilmlarning ustiga ilm qurish kerak. Va o'zini yo'lini topadigan inson bo'ladi. Va eng asosiysi, har qanday o'rganilgan ilmga amal qilish. Eng asosiysi ana shu hisoblanadi. Chunki hadislarda ham keltirilgan eng katta razolat bu olingan ilmga amal qilmaslik. Bu johiliyat hisoblanadi. Biz ana shu o'rgangan narsamizga amal qilishni boshladik, hayotimiz to'g'lanadi. Bizni bilishimiz hech narsani не решает. Rusulda shunaqa narsa borki, знать дорогу и идти по ней это две разные вещи. Ya'ni yo'lni bilish va undan yurish bu umuman ikki xil narsa. Biz bilganimiz bilan hamma narsani toki amal qilmas ekanmiz, biz hech narsani o'zgartira olmaymiz. O'sha nimadir yomonmi, undan voz kechishga prosta olish kerak, voz kechish kerak. O'sha yaxshi qiyinmi, masalan, o'sha o'qish qiyin, ko'p vaqt oladida, надо заставить, o'qish kerak. O'zgartirish kerakmi, o'zgartirish kerak. Farzandga vaqt topish kerakmi? Da, qiyin, hozirgi tim bo'lya hozirgi zamonda qiyin, lekin kerak. Boshqacha tunda nekudada, o'sha boshqa yo'l yo'q. Chunki har qanday mamlakatni ojiz qilishning eng oson yo'li bu ilmni yo'qotish. Chunki ilmsiz mamlakat qulaydi. Ana endi mamlakatdan kichkinaroq o'tadigan bo'lsak, oilamiz ham bir mamlakat. Oilamiz ham bir vatan. Oilamizni ham ustun, mustahkam bo'lishi uchun ustunlari, qudratli bo'lishi uchun, bardavom bo'lishi uchun ilmga suyanishimiz kerak. Ilmga suyangan inson hech qachon xor ham bo'lmaydi, zor ham bo'lmaydi va bir-birini xor ham qildirmaydi. Va ana shu ilmimizni olishni o'zimizdan boshlaymiz va olgan ilmimizga amal qilamiz va qanchalik qiyin bo'lishidan qat'iy nazar o'zgarishni o'zimizdan boshlaymiz. Nasib bo'lsa, biz ko'p narsaga qodirmiz. Eplaymiz. Birgalashib farzandimiz bilan birga. Nafaqat biz farzandimizni tarbiyalaymiz, balki farzandlarimiz ham bizni tarbiyalaydi. Biz anchagina ilgari o'ylamagan narsalarni farzandlarimiz tufayli o'ylashni boshlaymiz va amal qilamiz. Boshqacha iloji yo'q. O'sha uchun farzandlarimizni mehrini moddiy narsalarga, pullarga emas, e'tiqodini pul bilan bog'lamaslik kerak. Undan ilohiy, undanda kuchliroq narsa borligi, qudrat borligi va o'sha qudratga ega bo'lish uchun bizlarga ilm yo'li borligini aytish kerak. Chunki ilm yo'lida yuradigan insonlar o'sha yo'ldagi insonlarni jasadi.